Salam savoqdaşlar, bugün biz 21-22 ders ötümüz. 21-22 derste asaslık sözleydiğini bolsa, alay sorak sözlerden biri bolgan which, which. Which degan qaysi degan ma'noni bildirdi. Biz what, nima deganni o'rganib o'tgan chaqda buningki yana bir ma'nosi qaysi deb chiqdi deb o'rgangan-ku. Unda bo'lsa, bugungi biz asosiy o'rganib o'tadigan which ninki qaysi degan ma'nosi va bu what bilan o'xshaydi. Ikkisining ishlatilishida asosan cho'ng farq yo'q, lekin azroq kichik farqlar bor. Bu farqlarni men keyin gapiraman. Bugungi darsimiz asosiy o'rganganimiz shu, which, qaysi. Bu bir qadar oson bo'ldi, lekin turmushda nayt ko'p qo'llanildi. Shunglashqa nayt qo'llanishchan bir jumla shakli, 21 darsning so'zliklari. Birinchi so'zning birinchi tovushi nima ekan? G ekan. G-ga e-ni qo'shsak g, v-ni qo'shsak, ya'ni v-ni qana oldik. Uyg'ur tilidagi v bilan o'xshaydi, lekin ingliz tilida qanday qildik? Ustidan kichishni ostdan qalbning ustiga tekkizib oldik. V chiqadi. Give. Give degan berish degan gap, berish. Give. İkinci sözün birinci tavushi nima ekan? W ekan. Ya'ni eg'iz o'tirg'i yig'ilib ishkanga ochildigan, ya'ni ingliz tilidagi w, W-ga nimani qo'shsak, e-ni qo'shsak w, ch-ni qo'shsak which, which. Which degan qaysi degan gap. Ya'ni what-ninki nimadan boshqa qaysi degan ma'nosi bor, shunga bilan o'xshash, which, qaysi. Ya'ni bu which alayda so'roq so'zi. Biz alayda so'roq so'zlardan what-ni o'rganib o'tdik, ya'ni bir nechasini mashq qilib o'tdik hozirgacha. Shunga o'xshaydigan alayda so'roq so'zi. Bu so'z nimning oldida keldi? Ya'ni oddiy so'roq jumlaning oldiga kelib, alayda so'roq jumlani yasaydigan so'zlarning qatorisidagi qaysi degan so'z, Ama sözün birinci tavushi nima ekan? W ekan. Ya'ni eg'iz o'tirg'i yig'ilib ishkanga ochildigan ingliz tilidagi w, W-qani qo'shsak wa, ni qo'shsak one, one. One degan 1 2 3 dagi 1. 1 degan ma'noni bildirdi, one. Ana keyingi sözün birinchi tavushi nima ekan? M-ga i-ni qo'shsak me. Ya'ni ma ustiga chekit qo'ygan i-ni Amerika ingliz tilida qanday qilamiz dedik? So'zlab o'qiymiz dedik-ku. Unda bo'lsa me, me degan meni, manga, mendan degan gap. Endi bu meni, manga, mendan degan gap ingliz tilidagi jumlalarning ichida to'ldiruvchi bo'lib kelalaydi. Lekin to'ldiruvchi degan nima deganimni ko'pincha bilmaysizlar. Men haqiqiy fe'llar orqali jumla tuzishni o'rgatgan chaqda, ya'ni taxminan kelar haftada chiqdi u. Haqiqiy fe'llar orqali jumla tuzishni o'rgatgan chaqimda shu vaqtida to'ldiruvchi degan nimani so'zlayman, shu vaqtida qo'yasizlar. Buning ma'nosi nima ekan? Menga, mendan, meni. 21 darsning so'zliklarining o'qilishi. Give, berish, which, qaysi, one, bir, me, meni, manga, mendi. Give, which, one, me. Endi 21 darsning tekstiga mundaqlik qarab o'taylik. Give me a book please Jane. Give me a book please Jane. Ya'ni ko'z oldimizga dem gap qanchaqda qanday degandim? You deb jumlaydik. Siz menga bir kitob bering deb jumlaydik. Menga bir kitob bering deydik-ku. Nasi yo'ni qo'shmabdi. Give me. O'tinyapti. Menga bering deydi. A book, bir kitobni. Please. Hapomay Jane, Jane dedi. Give me a book please Jane. Jane hapomay menga bir kitob bering. Endi bu jumlada ikki to'ldiruvchi bor. Endi bu ikki to'ldiruvchi hozir so'zlamayman, chunki haqiqiy fe'llar bilan jumla tuzgan chaqimizda ikki to'ldiruvchini davomli qishiltimiz. Ikki to'ldiruvchi zodi qanda ravish keldi yoki qandoq oldi keyin ulab keldi, men shu vaqtda so'zlayman. Bu yerdagi give me a book please Jane degan nima bo'lar ekan? Ya'ni menga bir kitob bering Jane deydi. Which book? Which degan qaysi? Book degan kitob. Which book? Qaysi kitobni? This one, ya'ni so'radida. This one. Bu talaffuzdan chiqaramiz bu savolni, Which one? Qaysi birsini? Yani Uyg'ur tilida buni nima deymiz? Qasini deymiz. Ya qaysini deymiz go kitobiy tilda. Ingliz tilida deymiz qasini degan gap. Bir tal narsani masalan ko'z oldimizda bir necha tal kitob bor. Bir suhbat, kitobni bering, qasini deyman go, bir necha kitobning ichidagi bir so'ldi. Shunaqa which one? This one mushunumu deb birini qo'llamga oldim. This one mushunumu deydi.
No, not that one. Yo'q. U birsini emas, ya uni emas. The red one. Heliqi qizilini, ya'ni au qizilini degan gap. Endi the-ninki tushuntirilishi bor. Men sal turib grammatika qismida buni tushuntirman. Ananki u ayol yana bir kitobni qo'liga olib nima deydi? This one manimi deydi. Bu birsini mu degan Uyg'ur tilida nima deymiz? Manimi qo'limizda bor bir narsa this one deb ko'rsatyapman, yoki o'zimizga yaqin bir narsani ko'rsatib turib this one deyapman. Mushu birsini mu deydi. Yes please. Shuni xapomay degan gap. Please davomli ishlatildi. Bu bir takalluf so'zi. Davomli ishlatilgan xapomay degan ma'nosi degan gapga o'xshash chiqdi Uyg'ur tilida. Xapomay menda qilib bersangiz xapomay deymizku, sheki please. Here you are injiq so'zlab ketdik, ya'ni men eling tutung degan gap. Boshqalarga ko'z oldimizga bir narsa bergan chog'da here you are deymiz, men eling tutung degan gap. Thank you, rahmat deydi. Endi 21-darsga grammatikalik nuqtali qarab boqaylik. Give me a book please Jane. Men bir kitob bering Jane dedi. İngliz tilida endi ikki to'ldiruvchi kelsa, bu yerda mini manga bilan a book, bir kitob to'ldiruvchi, to'ldiruvchi, ingliz to'ldiruvchi. Ikki to'ldiruvchi kelsa, to'ldiruvchininki zodi qanday narsaligini men yana tushuntirib o'taman. Bugun bilib oldiganinglar, ya'ni ikki to'ldiruvchi kelsa, odamni bildiradigan to'ldiruvchini. Me degan men degan bir adam qo'y hisobda. Odamni bildiradigan to'ldiruvchini oldiga olamiz, narsani bildiradigan, narsani ko'rsatadigan to'ldiruvchini keyinga olamiz. Bu yerdagi agar men johillik qilib, men zodi ash narsani bildiradiganni to'ldiruvchini oldiga oldim desangmi bo'ladi. Bo'lmaydi emas bo'ladi. Menga kitobni degan ikki to'ldiruvchi bor ekan-ku. Yani meni bir kitob degan bu ikki to'ldiruvchini qo'ygan chog'da, agar bir kitob deganni oldiga qo'ymoqchi bo'lsam, vaqtida keyinida keldigan odamni bildiradigan to'ldiruvchini yoki almash deymiz, meni menga degan gapning oldiga to deganni qo'shib olamiz. Ya'ni bu gapni mandam degil oldi. Give a book to me please. Give a book to me please. Yani demakchi me deganni a book, bir kitob deganning orqasiga yo'tkisam, yani aldıkeyin almashtırırsam ikisininki buludu. Lekin adamni bildirdigan to'ldiruvchininki oldiga cho'qim tuni qo'shimiz. Ham tuning bu yerlik ma'nosi nima degan chaqda g'a, qa, ga, ka degan ma'nosi chiqadi. Manga degan ma'nosi chiqadi, Shunlashqa bu ikki to'ldiruvchini almashtirib ishlatish bo'ldi. Lekin almashtirib ishlatgan chaqda agar narsani ko'rsatadigan to'ldiruvchini oldiga qo'ysanglar, odamni ko'rsatadigan to'ldiruvchining oldiga tu deganni cho'qim qo'ysizlar. Yani tuninki nima ma'nosi chiqadi desanglar, g'a, qa, ga, ka degan ma'nosi chiqadi. G'a, qa, ga, ka. Endi to me degan gap manga, nga deymiz-ku, manga. Shu ma'ni bildirdi, Shunga ma bo'yicha olsanglarmi o'xshash. Hozircha mishinchlik bilib tursanglar, men haqiqiy harakatni bildiradigan fe'llarning jumla shaklini o'rgatgan chog'da to'ldiruvchi degan nima, anondan keyin egi degan nima, xabar degan nima, uni yana bir so'zlayman. Shunga bu yerda siz bilib oldiganinglar, give me a book please degan a book me ikki to'ldiruvchi bor ekan, odam bildiradigan oldiga keldi ekan. Agar narsani bildiradigan oldiga olsam bo'ldi ekan, give a book to me Jane desam bo'ldi ekan, vaqtida odam bildiradigan to'ldiruvchining oldiga cho'qim tuni qo'shadi ekanmiz. Buning ma'nosi g'a, qa, ga, ka deb chiqadi ekan, Uyg'ur tilidagi. Endi grammatikaning ikkinchisi which book? This one. Qaysi kitobni? Mushu birsinimi? No, not that one. The red one. Yo'q, u birsini emas. The red one. Qizil birsini. Endi biz Uyg'ur tilida deymiz which book? Qaysi kitobni? Shunaqa ingliz tilida o'qimoqchashgan which book? Qaysi kitobni? Shunaqa this one. Endi o'zbekcha tarjima qilsanglar, this degan bu degan ma'nosi chiqadi, one degan birsi degan ma'nosi chiqadi. Mushu birsini mu deydi. Ahang bilan savol so'ratdi-da. This one qaranglar. Mushinimi deymiz-ku. This one degan mushu birsinimi degan gap. Endi Uyg'ur tilida buni nima deymiz? This one degan gapni mushinimi deymiz. Qaysi birsini mushnimi qo'limizga oldik birsini shunaqa bir necha narsa oldimizda. Menga bir kitob beringiz, bir necha kitob bor. Shundan qaysi kitobni demoqchi bo'lsam, which book?
Qaysi kitobni? This one mushu birsinimi degan mushunimi degan gap. Chunki kitob oldida bor. Shunga this one bu birsinimi degan gap uyg'ur tilida nima bilan o'xshash chiqadi ekan? Ya'ni mushunimi deb qo'limizga olib turib, haqqi degan chaqda, ya'ni ko'z oldimizga degan odamga degan chaqda this one mushunimi, mush birsinimi degan gap uyg'ur tilida mushunimi degan ma'nosi chiqadi. No, not that one, the red one. Yo'q. U birsini emas. That degan u degan gap to'g'ri. Not that one. U birsini emas. Ya uni emas deymiz uyg'ur tilida bevosita. The red one. Avu qizilini degan gap. Avu qizilini. Avu qizilini. Endi keyin grammatika nima to'g'rilikkan? The. The degan uyg'ur tilidagi qaysi so'zlar o'xshab qoldi degan chaqda eliqi ashu, avu degan so'zlar bilan o'xshab qoldi. Hem bunu ingliz tili grammatik kitapları demeydi desanglar, aniq article deydi, aniq ravish deydi. Aniq ravish deganimiz zodi qanday ravish? Aniq ravish degan, yani zag'irnan til bo'yicha elib aytgan chaqda qarshi tarafga ma'lum bir narsa yoki ma'lum bir odam to'g'riliq so'zlayaptimi? Bu odam men so'zlayotgan, men da'vatga gapning ichidagi bu odam yoki narsa men so'zlayotgan bir odamga yoki men so'zlayotgan bir to'p odamga tanishib bo'lgan sharoitda men shu ismlarni yoki odamlarni yoki narsani bildiradigan ismlarning oldiga zihni qo'ysam bo'ladi. Zihni qo'ysam bo'ladi. Buning ma'nosi vaqtida eliqi avu ashu degan ma'noni berdi. Yani oddiy bir misol olib tushundirsam, masalan men sizlarga mana bir gapni qildim, deyli. A girl called me yesterday. A girl called me yesterday. A deganni men deb bergan, a degan bir degan ma'nosi bor deyishnagu. A girl called me yesterday. Men nima bir qiz bola tunugun menga telefon qilibdi. Bu yerda zin ishlatmadim-ku, diqqat qilsanglar. Yeli qiz bola dedim. Endi keyindan men ulab ash qiz bolaning gapini qilyapman. The girl told me a news. The girl told me a news. Yani u qiz bola menga bir nima news, yani bir xabarni aytdi. Ya u qiz bola menga bir xabarni aytdi. Endi ikkinchisida buni qo'yapman. Endi qarasanglar, birinchi qatam men u bir qiz bola to'g'riliq gapgan chaqimda sizlarga aniqlab berdim. Qaysi qiz bola tunugun menga telefon qilgan qiz bola. Endi ikkinchi qatam gapgan chaqimda ash qiz bola to'g'riliq gapgan chaqimda bevosita ash qiz bola deb bilayotiman. The girl, told me a news. Yani demekçi bir aniq article deganimiz nima degan chaqda the degan nima yoki degan chaqda the ni ishlatgan chaqda sil da'vatgan odam va narsa qarshi tarafga sil so'zlayotgan odam yoki sil so'zlayotgan bir to'p odamga tanishlik bo'lish kerak. Ashuna sharoitda aniki the deganni shu sil da'vatgan narsa yoki odamning oldiga qo'ysanglar bo'ladi. Unda olsam ikki jumlani birlashtirsam qaranglar. A girl called me yesterday. The girl told me a news. Yani bir qiz bola tungi menga telefon qilibdi. Ash qiz bola menga bir xabarni dedi. Unda vaqtida qarshi tarafda qaymoqish olmaydi. Ash qiz bola deb gap qilsam. Endi bevosita deb baqsamchi. The girl told me news. Yani u qiz bola, qiz bola menga bir xabarni aytdi desamchi, sizlar deb so'raysizlar, qaysi qiz bola deysizlar. Yani demak bu yerda nima kelib chiqadi? Orliqda tushuniksizlik, mavhumlik yoki aniqsizlik kelib chiqadi. Masalan bizning tekstda avval qadam so'ragan chog'da nima dedi? Give me the book demedi. Shunga. Give me a book dedi. Menga bir kitob bering dedi. Andan keyin ayol javob bergan chog'da deb javob berdi. Which book? Qaysi kitobni? This one? Mush birsinimi dedi. No, not that one, the red one. Endi this bo'ldi. Avu qizlini. Endi qaysi kitoblar to'g'riliq so'zlayotganini qarshi taraf bildi ishnago. The red one. A qizlini, yani uyg'ur tilida neymiz? A qizlini deb olamizku. Yani demakchi the ni ishlatgan chaqda qarshi taraf sizlar qaysi odam yoki qaysi narsa to'g'riliq so'zlayotganini bilish kerak. Anaki the ni olsam bo'ldi. Masalan, bir yo'lbars haqni uyga kirib bir kichik bolani yeb qo'yapti. Endi men bu jumlani o'dli sig'ildab, "Heliq yo'lbars kichik bolani birini yeyibdi" desam, nima deysizlar? Qaysi yo'lbars deysizlar? Men avval bir yo'lbars hayvonotlar bog'sidan qochib ketibdi ekan, osh yo'lbars bir kichik bolani yeyibdi desam, vaqtida aniq gap bo'ldi, sizlarning qayta so'rashinglarning majid qolmaydi. Shunaqa. Demakchi sizlar yo'lbarsning qaysi yo'lbarsligini bilasizlar. Ya'ni
Hayvanotlar bağçasından qaytib chiqqan yo'l vas. Endi davomliq mishda oldi bilan haq tushuntirib, anandikin deyish kerakmi degan chaqda yo'q. Ya'ni qarshi taraf to'liq sizlar nim to'g'riliq yoki kim to'g'riliq so'z aytganini bilgan sharoitda zihni bevosita olib ishlasanglar bo'ladi. Masalan, the professor told me. A professor menga dedi. A professorni qarshi taraf sizning savdoshinglar qaysi professor to'g'riliq so'zlayotganini bilgan sharoitda bo'ldi. The professor told me. A professor menga dedi. Bilmagan sharoitda-chu, anani keyin qilaymiz. Yana birsi hamda İngilis tilida barliq insonlarga yoki sizlar gap qilayotgan insonlarga yoki shu bir to'p insonlarga tunishliq bo'lgan odam va narsa to'g'riliq so'zlagan chog'da oldiga zihni qo'yib olsangiz bo'ldi. Masalan, the president of the United States of America, the president of United States of America. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti bu vaqt qo'shsangiz bo'ldi, chunki odam Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentining kimligini biladi. Ashna sharoitda qo'shib olsangiz bo'ldi. Yana bir xil ahvolda davlatlarning oldida qo'shgan chog'da faqat Amerika Qo'shma Shtatlarininki yoki Amerikaning oldida qo'shish bo'ldi, boshqa hech qanday davlatning oldiga zihni qo'shib ishlatishga bo'lmaydi. Masalan, the Germany deyishga bo'lmaydi, yoki Germaniya deyishga bo'lmaydi. Yoki the Great Britain deyishga bo'lmaydi, ya'ni Buyuk Britaniya yoki Angliya deyishga bo'lmaydi. Ham bundan keyin nima uchun unda bo'lmaydigini men bilmayman. İngilis tilining qoidasi bo'yicha davlatlarning ismining oldiga faqat Amerikaning ismining oldiga zihni qo'yishga bo'ladi. Masalan, the United States, the USA, the America desam bo'ladi, lekin normal sharoitda boshqa har qanday davlatning oldiga zihni qo'shmaysizlar. Yer joy nomlarininki oldig'imi zihni qo'shmaysizlar. Bu zih to'g'riliq sizlar bilish tegishlik zag'irnan til bo'yicha tushuntirilgan narsa, ya'ni zihning bildirdigan nima ekan? Men bir gapni qilyapman, boshqa men da'vatga odam va narsa to'g'riliq bilsa, yoki bu narsa yoki odam butun insonlar biladigan bir narsa bo'lsa, men oldiga nimni zihni qo'yib ishlatsam bo'ldi ekan. Masalan, the earth, yer shari. Yer sharni hammadan fuqidi shunaqa, the earth. Yer shari. Shunaqa. The headmaster of our school. The headmaster of our school. Agar mush gapni men sizlarga desam, vaqtida bu xato degan bo'laman. Nima ish desanglar, bizning maktabningki nimse mudiri, yiliqi bizning maktabning mudiri desam siz bilmaysizlar. Agar men savodoshlarim desam, bu vaqtida bu bo'ladi. Chunki men gap qilayotgan savodoslar the headmaster yiliqi bizning maktabningki nimni mudirini biladi. O xil sharoitda bo'ldi. Menimcha mishakcha tushunishlik bo'ldi deb qarayman. Agar yana tushunmaganlar bo'lsa, ayrim so'rsangiz bo'ldi yoki bizning mashq darsida yana qayta deymiz, Endi bizningki tekst qaraylar. Tekstning tarjimasiga qarab boqaylik. Tekstning tarjimasida bu nim to'g'riliq tekstgan which one degan tekstga qaysi birini degan uyg'ur tilida qaysini deymiz-ku ingliz tilida. Give me a book please Jane. Jane menga bir tal kitob bering deydi. Ya'ni bu yerga ikki to'ldirg'ichi va men buni haqiqiy fe'llan degan chog'da gapirim dedim. Bir kitobni bering menga Jane deydi. Which book? Qaysi kitobni? This one. Mushuni mu deydi. Mushu birsini mu deydi. Endi uyg'ur tilida bu nima deymiz? Mushuni mu. Agar bir tal narsani biz so'rdi, bir nechta narsa oldingizda va o'xshash narsa, masalan, qarshi taraf bir kitob so'rdi, sizning oldingizda bir nechta kitob bor. A kitobni bering desa, qaysi kitobni ma'lumot deb qo'limizga bijna olamiz. Shu vaqtida this one, mushu birsini mu, mushuni mu deymiz. This one'ning ma'nosi va uyg'ur tilida, ya'ni mushuni mu. Yani bir tal narsani haqqa mushuni mu degan chog'da which one? Yani bu yerda diqqat qilinglar. Bu yani bizning ahang bilan savol jumla chiqadi. Which one? Which one? Qaysi birisi? This one? Mushu birsini mu? Yoki this one? Mushu birsini mu deydi. No, not that one. Yo'q. U birsini emas. Uni emas deymiz-ku uyg'ur tilida. U birsini emas deb tushunmaymiz-ku ingliz tilida. The red one. Elqi avu qizil birsini. Endi avu qizil birsini uyg'ur tilida nima deymiz normalda? Qizilini deymiz. Qizilini degandan keyin the red one. Cho'ngini desakchi the big one.
Kichigini desek the small one. İşte deb asak buldu. Anik ayel yani soradı. This one? Manımı dedi. Yes please. Şuni. Here you are. Here you are ne biz naitli çıqlığını petok. Here you are deyin gap. Men elin tutun deyin gap. Kolumuz bir nesi var. Karşı taraf berdiğin çağda şıltılgan sözdi. Thank you. Rahmet. Hem tekstini oqılışı qaranglar. Tekstini oqılışda burun qo'xshash, yani men nait asti bir o'qib borma, normal bir o'qib borma, nait tiz bir o'qib borma. Sizlar mashq qilgan shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ldi. O'qib mashq qilsanglar bo'ldi. Give me a book please, Jane. Which book? This one? No, not that one. The red one. This one? Yes please. Here you are. Thank you. Hem normal o'qilishi, Give me a book, please, Jane. Which book? This one? No, not that one. The red one. This one? Yes, please. Here you are. Thank you. Text'in tiz o'qilishi, Give me a book, please, Jane. Which book? This one? No, not that one. The red one. This one? Yes, please. Here you are. Thank you. 22. dərsdən sözlükləri. Birinci sözün birinci tavuşı nima ekan? Ekan. Ma ani so'zmaymiz degan tuqa. A'ga mni qo'saq am. Am. Ni qo'saq amp. Ana nima ekan? Tga. Tqa i ni qo'saq ti. Amp ti. Lekin so'zliqqa yo'q ekan, shuni tizalimiz empty. Empty. Empty degan quruq, bo'sh, bekor degan gap. Ishib biznasi yo'q degan gap. Ikkinchi sözün birinchi tavushi nima ekan? Fga. Fqa U'ni qo'saq full, L'ni qo'saq full, full degan gap, ichida liq bir narsa va liq to'liq degan gap, full, full. Liq to'shqan, to'lgan, ichi to'liq to'shab ketgan degan ma'nosi chiqadi. Ma so'zning birinchi tavushi nima ekan? L'ga. L'ga a ni qo'saq la, r ni qo'saq lar. D bilan j birlashsin deb o'qiydi, qo'shma j-da. Undasa larga j ni qo'saq large. Large degan gap kangri degan gap, kangri. Kangri cho'ng degan gap. Keyingi so'zning birinchi tavushi nima ekan? L'ga. L'ga ni qo'saq le, le. Ana nima ekan? Texnik eksimken ulken, lekin bu sözün aqısı kelgen chaqda o'qiymiz degan to'q, olda o'qiymiz degan to'q. Tiqolni qilsak tol, le tol. Endi bu yak tini eg'iz tilda d o'xshayli yutadi. Shunga le dol, little. Yani so'zmaysizlar, aytizalsizlar, little, le dol, little. Little degan gap, kichik, ushaq degan gap, kichik-kichikina degan gap. Ma so'zning birinchi tavushi nima ekan? Shga. Shga a ni qo'saq shar, r ni qo'saq sharp, ni qo'saq sharp, sharp. Sharp degan gap o'tkir. Ma pichoqni ishtik deb qo'yamiz-ku, ma zag'irnan tilda. Ishtik, o'tkir deymiz-ku, o'tkir pichoq deymiz-ku, o'tkir, sharp. Aniki mengisning o'tkirligimi ishlasam bo'lardi, sharp. Keyingi so'zning birinchi tavushi nima ekan? Shga. Shga Kendiksi nimken mga a ni qo'saq, yani ma a emas, o emas, ikkisini o'tirishdi ikisida. Ma, l ni qo'saq mol, 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 small, small. Small degan gap kichik degan gap, kichik, small. Yani hajmining kichikligi qaratamiz, small. Ma so'zning birinchi tavushi ekan bihkam. Bihkam ni qo'saq b, g ni qo'saq big, big. So'zmaysizlar, big degan gap yo'g'on, cho'ng degan gap. Keyingi so'zning birinchi tavushi ekan bihka. Ikkinchi tavushi ekan lga. Lga ni qo'saq la, ni qo'saq lan, t ni qo'saq lant, blunt. Blunt degan gap gull. Gull degan gap, gull. O'tkir emas degan gap. Ama so'zning birinchi tavushi nima ekan? Bihkam. Bihqani qo'saq ba. Ayki nima ekan? Kga. Kning kengsimgan shga. Baga kni qo'saq bak, sni qo'saq box. Box. Box degan quta eshik degan gap. Endi buni amerikaliklar box deydi, ammo nimlar angliyaliklar qana deydisan box deydi. Bu yerda qaysi bo'lsa. Lekin bizning o'rganganimiz amerik talaffuz deydi-ku, box, box. Ansal so'zlar, box. Quta eshik degan gap.
Ama sözün birinci tavşını imkan g'ga, ikinci tavşını imkan l'ga. L'ga a'ni qo'ysak, ma a'ni astidan ustiga childi eg'iz, nayt kuchli kalimiz dedik ku a. L'ga'ni qo'ysak la, shni qo'ysak las, glass. Glass degan gap, ya'ni rumka. Rumka. Anan keyin aynak degan ma'nosi bor, uni keyin chiqadi rumka. Ma sözün birinci tavşını imkan k'ga. K'ni qo'ysak cup, ni qo'ysak cup. Cup degan piyola. Piyola. Keyin sözün birinci tavşını imkan b'ga. B'ga a'ni qo'ysak ba, ba. Ani keyin imkan t'ga. T'ning keyingisi imkan l'ga. L anga qisib kelsa ol deb o'qiymiz dedik. T'ga olni qo'ysak tol. Battle, 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 battle. Yani back söz etmişsem bilmez olsam bile ani. Battle. Endi yani bu ya o'xshashlar T Amerika ingliz tilida, ingliz tilida D o'xshaylik ketadi. Shunga battle. Naytizalsa, battle, battle, battle. Battle degan gap potulka degan gap, potulka. En bütün sözlüklarning o'qilishi. Empty, quruq, bo'sh, bika. Full, to'liq, liq, to'shqan. Large, kangri, cho'ng. Lil, kichik, kichikkina. Sharp, o'tkir, ishtik. Small, kichik. Big, yo'g'on, cho'ng. Blunt, gal, o'tkir emas. Box, yeshik, quta. Glass, aynak rumka, aynak. Cup, piyola. Bottle, butulka. Empty, full, large, little, sharp, small, big, blunt, box, glass, cup, bottle. Endi bizniki mavu 22. dərsinin teksti chiqadigan, lekin sözlükdə berilmagan bir necha söz var. Biz buni o'rgatili me. Me degan teksti chiqdi. Shunaqasini qo'shib qo'ydim. Me degan meni, manga, mendan degan gap. Buni bizniki 21. darsda so'zlab berdim. 21. darsda chiqdi. Shu vaqtda deb berdim. Me degan meni, manga, mendan degan gap. Endi bu so'zning birinchi tovushini imkan ka, bravo ka. Qa erni qo'ysak her, her degan gap u qizni u qizga, u qizdan, u ayolni u ayolga, u ayoldan degan gap. Ya'ni demakchi, ya'ni shu to'ldiruvchilik shaklida deb qo'yamiz. Sheni o'rganib o'tdik, u qiz, u ayol deganni o'rganib o'tdik-ku, shuningki to'ldiruvchilik shakli. Buning ma'nosini deb chiqadi ekan, u qizdan, u ayoldan, u ayolni, u qizga, u qizni, u qizdan degan ma'nosi chiqadi. Yani sözlükdə nima to'ldiruvchi bo'lib keldi. Asli u qiz deganni yoki u ayol deganni she deydi-ku, shuningki to'ldiruvchilik shakliga. Anoniki nima ekan? Keyingi so'zning birinchi tovushi yana lava ekan. Ni qo'ysak he, ni qo'ysak him, him. Yani e bilan i ning o'rtasida chiqadi him. Him degan u erni, u erga, u erdin. U balını, u balığa, u baladın. Yani bunun içinde, yani biz heyni öğrenip ötken, hey degan u er, u oğul bala degan ma'nosi chiqadi deyishnago. Uning to'ldiruvchilik shakli yoki bo'lmasa, buningki to'ldiruvchi bo'lib keladigan shakli, ya'ni u erdin, u erga, u erni yoki o'g'il balani, o'g'il balaga yoki o'g'il baladin demoqchi bo'lsam, biz nima ekanmiz? Hem deydiganmiz, hem. Yani sözlük to'ldiruvchi bo'lib keldi. O'g'il, ya'ni o'g'il bola kishiga yoki o'g'illarga qartildi. O'g'il bolaga o'g'il boladan, o'g'il bola balani yoki u erni, u erga, u erdin degan ma'nosi chiqdi. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? A ekan. A'ga sni qo'ysak as. As degan gap biz we deganni o'rganib o'tdik. Biz deganni shunaqa biz, we, we. Endi as degan gap we degan biz degan ma'nosi chiqadi. Azdan keyin nima ma'nosi chiqargan? Bizni, bizdan, bizga degan ma'nosi chiqadi. Ya'ni bu to'ldiruvchi bo'lib keladi. Ma so'zning birinchi tovushi nima ekan? Tilni tishlagan zga. Yani ustida mana ko'paytirish belgisi bo'lsa z chiqdi deydi-ku, tilimizni tishlab olamiz. Zga ni qo'ysak z, ni qo'ysak them, them degan gap asli they ni bilamiz, ular degan gapda them degan gap ularni, ularga, ulardan. Bu nima bo'lib kelgan jumlada to'ldiruvchi bo'lib keladi,
Endi bu tekstdə chiqadigan so'zlikda berilgan so'zlarning o'qilishi. Me, meni, manga, mendin. Her, o qizni, o qizga, o qizdan, o ayolni, o ayolga, o ayoldan. Him, o erni, o erga, o erdan, o o'g'il bolaga, o o'g'il boladan, o o'g'il bolani. Us, bizni, bizdan, bizga. Them, ularni, ularga, ulardan. Me, her, him, us, them. Endi 22. dərsning tekstini to'g'riliq ekan. Ya'ni give me, manga bering. Give him, o o'g'il bolaga yoki o kishiga bering. Give her, o ayolga yoki o qizga bering. Give us, bizga bering. Give them, ularga bering. Bir narsani degan tekst ekan. Which one, qaysi birsini deb so'raydi ekan bu. Demakchi biz 22. dars, 21. darsning nima ekan? Mashq ekan. Men nayt ko'p o'qib birsizlar, bo'lmasa bilib olmaysizlar. Bularning so'zlikni o'qilishni nayt ko'p o'qigandan keyin og'zingizga ishtik keldi. Shunlashqa nayt ko'p o'qiysizlar. Men tekstni bir o'qib birma, o'qib bergandan keyin siz ko'plab shu bo'yicha mashq qilsanglar bo'ladi. Bu yerda nima ekan? Menga bir narsa bering deydigan birisi, which one, qaysini desa, u maynat birisini yoki pokiz birisini yoki cho'ng birisini, kichik birisini, yani uyg'ur tilida cho'ngini, kichigini, maynatini, pokizini deb olamizku, shu tekst ekan, ha. Birinchi kungi rasm debdi, give me a cup. Menga bir piyola bering. Which one, qaysini? The dirty one. Maynat birisini. Uyg'ur tilida bevosita deymiz, maynatini. Pakizamisini yoki. Give her a cup. U qizga bir stakan bering yoki u ayolga bir stakan bering. Nima piyola bering. Which one? Qaysini? The clean one. Pakizini. Pakiz birisini degan uyg'ur tilida bevosita deymiz, pakizini deymiz-ku. Give me a cup. Which one? The dirty one. Give her a cup. Which one? The clean one. Endi 3-4 rasm debdi. Give him a glass. Uningga bir stakan bering. Which one? Qaysini? The empty one. Bo'sh bikasini, ichida bijimi yo'qni. Deymiz-ku. Give him a glass. U erga yoki u bolaga bir stakan bering. Which one? Qaysini? The empty one. Bo'sh bikasini. Give us a glass. Bizga bir stakan bering. Which one? Qaysini? The full one. İçida liq bir narsa va suv va birisini yoki ichida bir narsa va birisini demoqchi. As degan nimati, ya'ni bizga bering. Give us a glass. Bizga bering bir stakan degan gap. Give him a glass. Which one? The empty one. Give us a glass. Which one? The full one. 5-6 resimda give them a bottle. Ularga them degan nima dedik? Ularga. So give them a bottle. Ular bir botulka bering. Which one? Qaysini? The large one. Cho'ngini, kangrisini degan gap. Give us a bottle. Bizga bir botulka bering. Which one? Qaysini? The small one. Kichigini, kichigini. Give them a bottle. Which one? The large one. Give us a bottle. Which one? The small one. Endi keyingisi, ya'ni 7-8 sinfda give me a box. Give me a box. Ya'ni menga bir eshik bering. Which one? Qaysini? The big one, cho'ngini. Give her a box. U qizga bir eshik bering. Which one? Qaysini? The little one. Kichigini. Kichik birisini deganimi? Kichigini. Give me a box. Which one? The big one. Give her a box. Which one? The little one. Give him a tin. Uningga bir quti bering, qalay quti bering. Which one? Qaysini? The new one. Yangi birisini, yangisini. Give us a tin. Bizga bir quti bering. Which one? Qaysini? The old one. Konisini. Koni birisini degan uyg'ur tilida bevosita deymiz, konisini. Give him a tin. Which one? The new one. Give us a tin. Which one? The old one. Endi keyingisi pichoqni debdi. Give them a knife. Ularga bir pichoq bering. Which one? Qaysini? The blunt one. Gal birisini, ya'ni gelini. Give us a knife. Bizga bir pichoq bering. Which one? Qaysini? The sharp one. Ishtikini, o'tkirog'ini. Give them a knife. Which one? The blunt one. Give us a knife. Which one? The sharp one. Give me a spoon. Menga bir
qo'shib bering. Which one? Qaysi birisini? The new one. Yangisini. Give her a spoon. U qizga bir qo'shib bering. Which one? Qaysini? The old one. Qo'nisini. Give me a spoon. Which one? The new one. Give her a spoon. Which one? The old one. Endi men anga qistim debdi. Give him a fork. Uning bir vilki bering. Which one? Qaysini? The large one. A cho'ngini, kangrisini. Give her a fork. U qizga bir vilki bering. Which one? Qaysini? The small one. A kichigini. Give him a fork. Which one? The large one. Give her a fork. Which one? The small one. Qadrli savodashlar, shuningdek bilan bizniki 21-22 darsimiz bu yerda oxirlashdi. 21-22 dars garchi o'rgangan narsa ozdek ko'rinsimi, ya'ni which one degan bir jumla shaklini o'rgangandek qilsaqmi, lekin bu amaliy turmushda intayin ko'p qo'llaniladi. Shunlashqa sizlarningki buningga astoydil muomala qilib, tekstlarni va so'zliklarni intayin yaxshi egallashingizni umid qilaman. Bizniki mashq darsimiz yanala shanba kuni kech soat 7-8 gacha Avropa vaqti. Anikin topshiriqlarni vaqtida ishlab, menga mashq darsidan burun cho'qim yo'llab birsizlar. Topshiriq so'zlikni 5 qatimdan ko'chirib yozish, 10 qatimdan ko'chirib yozish, tekstni 2 qatimdan ko'chirib yozish, undan boshqa tekstni eng kamida pishib qo'yish, bo'lmasa yodlab o'tish. Qolgan grammatika, talaffuz, so'zlik mashqini biz mashq darsimizda qilamiz. Xayr, omon bo'linglar.